Assalomu alaykum, yaxshilar yaxshimisizlar? Xayrli Alloh taoloning mana yurakdan chiqqan katta o'q tomir mana. Aorta ravog'i deymiz, shundan chiqib ketgan 3 ta tomir mana. Baraxatseval ствол deydi. Ha? Obsessionniy arteriya и podключенная arteriya chiqqan tomirlar. Mana o'sha chiqqan tomirlar miyani boqadi mana shu 4 ta tomir. Mana shu 4 ta tomir miyani boquvchi tomir hisoblanadi. Mana endi shu tomir o'zida mana o'sha aorta ravog'idan chiqib baraxatseval ствол, chap uyqu arteriyasi umumiy, mana chap podключенная arteriya, uchta arteriya chiqib ketish. Tomirda shunaqa ko'rinib turadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, joyga like bosib qo'yinglar. Vujudda shunday yutuqlari bor, hamma ko'rsa bo'ladi.